Assalomu alaykum, hurmatli o'q otar burji vakillari. Bugungi ochirimni sizlarga bag'ishlamoqchiman. O'q otar burji vakillari 23-noyabrdan 21-dekabr kuni qadar tug'ilgan sohiblar. O'q otarlar, sizlarni ham chayon burjiga o'xshab xarakterlaringni aytmayman, chunki bu umumiy xarakteristika. Har bitta o'q otar burji vakili boshqa burji vakillariga o'xshab har xil kunda tug'ilishgan, nima desam bo'ladi, har xil yilda tug'ilishgan, chunki yil muchali ham bor, to'g'rimi? U ham birgalikda har bitta insonga o'zigacha bir xarakterni baxshida etadi. Qani boshladik. O'q otar burj vakillari yanvar oyini 2026-yilni mana bu taroda ochmoqchiman. Juda ham chiroyli. O'q otar burj vakillari 23-noyabrdan 21-dekabrga qadar tug'ilgan insonlarni yanvar oyi 2026-yil bizni nima bilan kutadi? Bizni mag bilan kutadi. Mag kartasi o'q otarlar, hamma narsa o'zlaringning qo'llaringda. Xatti-harakatlaringdan, munosabatlarida hamma narsani o'zlaring boshqarasizlar. Demak, sizlar asosiy rolda o'ynaysizlar ikki juftlikda ichida. Ya'ni meni ko'rayotgan o'q otarlar, oilada ham sizlarning gaplaring, ishlaring va vaziyatlaring birinchi o'chiritda. Ya'ni manipulyator sifatida kim nima qilishini boshqaruvchi sizlar bo'lasizlar. Albatta, biznes sohalariga keladigan bo'lsak, ish sohasida keladigan bo'lsangiz, o'zlaringizga xon, o'zlaringga bek, hech kimni quloq solmaysizlar. Hamma sizlarni fikrlaringga, maslahatlaringga quloq solgan holda ish yuritasizlar. Oilada ham sizlarning o'rinlaring juda ham katta. Muhabbatda ham men aytdim, masalan, meni uylamagan, erga tegmagan, turmushga chiqmagan qizlar, yigitlar ham ko'radi. Ya'ni ikkita kishining o'rtasidagi munosabatda siz asosiy rolni o'ynayotgan bo'lasiz. Tabriklayman. Birinchi o'zlaring bo'lib chiqdilaring. Shunday oxirigacha ushlab boringlar, chunki sizlar o'q otasizlar. Ikkinchi fevral oyini biz Taro bezumniy lunida ochamiz. O'q otar burj vakillari, fevral oyida bizni nima kutadi? Nima bilan qarshilab olamiz oyimizni? Qaranglar, desatka jezlov. Desatka jezlov degani bu og'ir. Bu nima qilayotgan bo'lsalaring og'irligi bilan kelgan sizlarga, to'g'ri? Hech narsa osonlik bilan bizga ber osmondan tushib qolmaydi. Rohati tagida ham mehnat bo'ladi, to'g'rimi? Gartsa qo'lga qo'nadigan hech narsa, hamma narsa tekindan tekinga muhayyo bo'lib qolmaydi. Bu degani rosa qiynalib kelgansizlar. O'zlaringni kerak bo'lsa qurbonlikka ham keltirgansizlar va shu qanday niyatga erishishdan qat'iy nazar shuncha yo'lni bosib o'tdilaring, mana shuncha yo'lni bosib o'tdilaring, bo'ldi. Xudo xolasa yakun zo'r chiqadi degani bu. Ozgina qoldi. Bu desatka jezlov degani, mana tarochilarning tilida sirni ham ochib ketaman, taroni o'rganmoqchi insonlarga. Bu degani 40ni o'tib, mana 40gachida biriga ham chida. Biri qoldi xolos degani bu. Sohani ahamiyati yo'q. Bu muhabbat bo'ladimi, oila, turmush tarzi bo'ladimi, biznes bo'ladimi, pul bo'ladimi? Biznesda ham shuncha qiynalib kelib turib, mana endi ozgina qolgan, sabr qilinglar deyapti. Rohatini oxirigacha yetasizlar deyapti. Studentlar bo'ladimi, loyiha startaplar bo'ladimi, kasbchilik bo'ladimi, o'zlaring nima deydi, o'z bandlik bo'ladimi, ishlayotganlar bo'ladimi? Farqi yo'q, chegarasi yo'q. Xo'p. Mart oyini Taro Колесо Godada ochamiz. Hammaga taniqli bunaqa Колесо Года. Mart oyi bizni o'q otar burj vakillari nima bilan kutib oladi? Korol jezlov. Mana korol jezlov degani shuncha qiynalgaringga yarasha yetdilaring deyapti. Ozgina mana biri qoldi dedim-ku, mana shu biri chaqmoq yulduzida keldi, chunki bu olov burj vakillari. Korol jezlov bu o'zlaringni, ya'ni o'q otarlarning kartasi. Moqdek tez, nima deydi, nastroyeniyaga qarab, ichidagi, yurakdagi yonib turgan o'tlaringga qarab harakat qilasizlar. Agar o't so'ni bo'lsa, bo'ldi, sizlar tepkilab, kaltalar ostida ham majbur qilsa ham qila olmaysizlar. Xudo xohlasa, mana mart oyi koshona, qirolicha, hamma qiyinchiliklardan o'tganimizdan keyin mana kursilarda o'tib olib, mana orqa fonda ikkita inson ish qilyotsa ham biz o'sha rohatiga mana qiynalib, o'sha oxiriga bir qoldi dedimi, mana biriga ham yetdilaring. Bu degani zo'r keladi mart oyi degani o'q otarlarga. Xo'p, aprel oyini mana bunday taroda ko'ramiz. O'q otarlarim, vintajная taro. Bizga aprel oyida nimani olib keladi? 23-noyabr kunidan to 21-dekabr kuni tug'ilgan o'q
Otar burji vakillariga dvoyka kubkov olib keladi. Ya'ni bu kollaboratsiyani olib keladi. Partnyor, hamkor, uyg'unlik, kimlardir orzu havasga to'y qilib yoki turmush quraman degan qizlar yigitlarimizni tabriklayman. Mana boshlaring juft, ya'ni 2 yoshni to'yini nishonlab stolda atrofida anaqa bayramona tabriklayotgan bo'lamiz bu juftlikni yaratadi. Ya'ni o'zlaringga juft partnyor topasizlar biznesda. Pul tiklaydigan narsalarga topasizlar. Investor bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Oilada bu juft halollikni bir kemaga o'tirib olib, bir manzilni ko'zlab, o'sha manzilga oilalaringni olib ketayotgan bo'ladi. Uyg'unlikni, birdamlikni bildiradi bu. Так. May oyini Taro мистических моментов ochamiz. Taro мистических моментов sokinlikni olib keladi. Korol kubkov degani bu bir to'lqinlanasiz, mana xuddi mana bu dengizga o'xshab yoki tinchlanasiz. Bu emotsionalniy karta. Bu emotsionalniy kartani piki, kulminatsion nuqtaga yetib keldik degani. Mana yanvar, fevral, mart, aprel, may oyida bo'ldi. Ure deb kimdir xursand bo'ladi. O'qishlarni tugatdim. Xayriyat, bitta o'qishdan ikkinchi o'qishga kiraman deb. Endi Xudo xolasa belda baxtga maylab emotsiyaga berilmagan holda, chunki bizni asabiy vaziyatlarimiz juda ham chegarada turgan bo'ladi. Bitta gapga ham portlab ketishimiz mumkin, bitta gapga ham yig'lab yorishimiz mumkin, kulib yorishimiz mumkin. Nimaga? Chunki o'sha charchadlaring. Repetitor qatnab, asablaring buzilib, o'sha stress holatda turib o'qishga kiramanmi, kirmaymanmi degan holatda turibsizlar. Xudo xolasa yakun zo'r chiqadi. Tak, oilada bir to'lqinlanasizlar, bir nima deydi, urushasizlar. Bu emotsionalniy karta. Birinchidan oilada erkaklarimizga urg'u berishimizni so'raladi. Mana hozir bu uylanmagan yigitlarning kartasi, lekin oilalilar, mana-ku ayollar ko'rib turayotgan bo'lsa, shu insonlarimizni qalbiga qaraymiz. Qalblari nozik bu degani. Yoki masalan, erga tegmagan qizlarimiz may oyida aynan mana shu juft halollaringning xarakteristikasini aytib o'tishi mumkin. Qanday yigit uchrashi mumkin? Ya'ni psixolog yigit uchrashi mumkin. Bu qanday psixolog? Bu ichingizga kirib olib, hali ichlaringizni bilib olish bas. Bu degani dardingizga dargaj degani, do'st degani. Haligi har bitta o'tirib yig'lasangiz birgalashib yig'lashadi. O'tirib kulsangiz birgalashib xursandchiligingizga xursand bo'ladi. Ya'ni do'st degani bu tvorческий, тонкий odamlar, ya'ni rassomlar bo'lishi mumkin, muzikant bo'lishi mumkin. Shunaqa mana insonlar ham uchrashi mumkin. Ba'zi birlarimizni ko'rayotganlarimizni erlari, yigitlari, akalari, dadalari mana ichuvchi kartasini ham bildiradi. Zo'r karta keldi may oyini. Zo'r yakunlaymiz Xudo xolasa. Keyingi oyga, iyun oyiga o'qotar burji vakillarimizni mana bunday kartada, taroda, Taro блуждающей звездida ochamiz. Nihoyatda chiroyli karta. Mana bizga nimani olib keladi? Biz nimaga tayyor bo'lishimiz kerak? Qanday kutib oladi bizni iyun oyi? O'qotar burji vakillari shestorka pentakli. Shestorka pentakli degani studentlardan boshlaylik, ya'ni bu investitsiya, kimdir sizlarga yordam berayotgan. Bu pul, ya'ni sizlarga investitsiya qilyapti, o'qishlaringga, kelajaklaringga, perspektivaga pul tikyapti. Bu bilimlaringga pul tikayotgan ota-onalaring bo'lishi mumkin. Tushunarli? Oilada bu bir-birini, er xotin edi, bir-birini tortib ketish. Masalan, er bo'ldi, endi shuncha yil ishlading, shuncha mana bir yil o'tdi, hammamiz mana bolalarim o'qishlarini tugatdi. Yur xotin, bir aylanib kelaylik deb Dubay, Tursiyalarga yoki masalan umra safarlariga, haj safarlariga sizlarga bilet, bu ham bu investitsiya degani. Ya'ni pul bilan yordam berish yoki tilla, taqinchoq, mashina olib berishi mumkin. Tak, mahrga qizlar katta narsa so'rashlari mumkin. Albatta bu ijobat bo'ladi degan karta bu. Aytganlaringni olib berishadi degan, partnyorlikda homiyni topishlik bu. Katta investorlar topishlik kartasini ham olib keladi bizga iyun karta. Hammaga zo'r keladi. Keyin iyul oyiga o'tamiz va iyul oyini Светлый провидецda ko'ramiz. Светлый провидец bizga nimani olib keladi? O'qotar burjlar vakillari, menga layklar bosib, ure devoringlar, va zo'r kartalar tushyapsizlarga. Oxirigacha shunday bo'lsin. 12 oyga. Iyul oyi Королева мечей. Королева мечей degani bu sovuqqonlik degani. Hamma narsaga o'zi charchabsiz shekilli sovuqqonlik bilan qarash. Kimdir meni ko'rayotgan ayollar ham shunday sovuqqonlik, nima deydi, xarakterga ega. Bu ya'ni o'tkir aql bilan strateg kartasi bu. Kimdir vrachlar bizni ko'rayotgandir. Buxgalterlar, o'qituvchilar ko'rishi mumkin biza. Kimdir qurollangan kuchlarda ishlashi mumkin. Milisa yoki boshqa bir yuristlar bo'lishi mumkin.
kimnidir ko'rayotganlarda boshlig'i ayol va u sovuqqonlik bilan mana qattiqqo'llik kartasini ham bildirishi mumkin. Yaxshi keladi. Karta ba'zi bir mana ayniqsa biznes sohada yoki masalan talabalarimiz, abituriyentlarimiz bizga mana iyul oyida qaysi vuzga, oliy o'quv yurtiga kirishishdan oldin sovuqqonlik bilan qarashlikda, mehrga o'rin yo'q, aqlda yoqib olgan holda hamma narsani mana qog'ozga yozib plus minusini chiqarib turib, yo bu bo'ladi, yo bu bo'lmaydi deb turib kelajagingiz qo'yilgan. To'g'rimi? Kartaga bo'shlik yo'q bizda deyapti. Sovuqqonlik bilan qarab, sovuq rashyotlar bilan hisoblab chiqarib olgan qaysi vuzga kirishing, keyin afsuslanib qolmagin deyaptilar. Partnyorlikda ham, biznesda ham xuddi shu narsani talab qilyapsizlar iyul oyida mana shu karta. Va oilaga keladigan bo'lsak, oilada ayollarimiz pillari buzilib qoldi, yo charchashdimi bilmayman, yo aytgan narsalarni olib berganmisizlar, erkaklar meni ko'rayotgan bo'lsa, juda ayollarimiz ko'ngillarimizga ham qarayliga. Qandaydir hali nima deydi, Snejniy korolyevaga, qor malikasiga o'xshab olganda. Bir narsa aytsangiz chaqib oladigan, tili o'tkir bo'lib, haligi tumtayib, har bitta gapga, qiliqlaringga, ishlaringga jahl ko'rsatadigan kuniga kelib qoldi shekilli. Shu karta bekordan bekor tushmaydi. Ichidagi, yurakdagi yonib turgan o'tlaringga qarab harakat qilasizlar. Agar o't so'ni bo'lsa, bo'ldi, sizlar tepkilab, kaltalar ostida ham majbur qilsa ham qila olmaysizlar. Xudo xohlasa mana mart oyi koshona, qirolicha hamma qiyinchiliklardan o'tganimizdan keyin mana kursilarda o'tib olib, mana orqa fonda ikkita inson ish qilyapsa ham biz o'sha rohatiga mana qiynalib, o'sha oxiriga bir qoldi dedimi, mana biriga ham yetdilaring. Bu degani zo'r keladi mart oyi degani o'qotarlarga. Xo'p, aprel oyini mana bunday taroda ko'ramiz. O'qotarlarim, vintajная taro. Bizga aprel oyida nimani olib keladi? 23-noyabr kunidan to 21-dekabr kuni tug'ilgan o'q-otar burji vakillariga dvoyka kubov olib keladi. Ya'ni bu kollaboratsiyani olib keladi. Iyul oyimizni runический kartada ochamiz. Runический karta iyul oyiga bizga nimani olib keladi? O'q-otar burji vakillari 23-noyabrdan 21-dekabr kuni qadar tug'ilgan sohiblar. Семерка pentakli. Семерка pentakli degani bu ish. Belda qattiq bog'lab ish. Bu to'xtamas ishlar. Ya'ni sentyabrda otpusklarimiz tugab, ishga kirishib ketishimiz, nima bo'lishidan qat'iy nazar, o'qish bo'ladimi, uyda ko'rayotgan bekalarda ham ishi boshlanadi. Ya'ni bolalarni maktabga olib boradi, bog'chaga olib boradi, eriga qariydi, otpuskasi tugagan ishda bu endi ishga kirishib ketishlik deyilyapti. Bu sentyabrda juda ham qattiq ishlaring boshlanadi deyapti. Qanday ish, lekin o'zlaringga mo'ljallab olasizlar. Chunki hamma meni har xil ko'ryapti, har xil toifada, har xil xarakterda ko'rishi mumkin. Bu pazanda bo'lishi mumkin va anaqa nima deydi? Ya'ni zakazlaring ko'payib qolib, hali yengda shimarib olib turib, faqat ishlashga chorlaydigan karta bu. Mana shu oy ishla deyapti. Kam bo'lmaysan deyapti. Oxirati zo'r keladi deyapti. Perspektivali karta ish deyapti-da bu. Pul keltiradigan ish bu. Pul keltiradigan o'qishlar, pul keltiradigan bizneslar bu. Xo'p, avgust oyini biz illuminat kartasida ochamiz. Illuminat kartasi o'q-otar burji vakillariga nimani olib keladi? Peterka jezlov olib keladi. Peterka jezlov degani kurashish degani. Qanday kurashish? Kimdir o'zi bilan o'zi kurashadi. Ichki kasalliklari bilan kurashadi. Ichki bog'lanishlar bilan kurashadi. Qandaydir ichki narkomaniyagami, alkogolgami yoki masalan nima deydi, oqibat munosabat bo'ladigan bo'lsa, o'rtada ajraliq bo'ladigan bo'lsa, yoki kuchli tortishlik bo'ladigan bo'lsa, o'zi bilan o'zi ichidan kurashish degani. Ko'p narsani hirs nimalariga, xohishlarini ga shunday to'xtab bosib olish degani, o'zini tiyish degani. Kimdir ishda kurashayotgandir joyiga, mansabdor joylarga, har bitta konkurentlarimizga yo'q, u neprav, men prav. Nimaga u to'g'ri bo'lishi mumkin? Yo'q, meni отчётlarim yoki meni gaplarim yoki meni nazariyam, fikrlarim to'g'ri, buniki noto'g'ri deb isbotlashlari mumkin. Tushunyapsizlarmi? Kimdir sudda kurashishi mumkin. O'zlarini to'chqa fikrlarini, o'zlarini qarashlarini, nazariyalarini oilada yo'q, sen noto'g'risan, yo'q, men noto'g'riman, ayollarimiz aytishi mumkin. Nimaga meni o'rnim yo'q? Nimaga hech kim meni quloq solmaydi? Endi ham isbotlab qo'yaman deb turib, men shuncha o'qiganman, dunyoqarashi, fikrlashim,
keng ma'niya mana farzandlarimni boqyapman deb turib nimaga men bilan hech kim hisoblashmaydi deb balki fikrlaringni aytish paytlaring kelgandir. Mana shu karta shunaqa narsani bildiradi. Sentyabr oyini. Xo'p, oktyabr, tak, yanvar, fevral, mart, aprel, may, iyul, avgust, sentyabr, oktyabr oyini Taro Yeva da ochamiz. Juda ham приятный karta. Rubashkasini yoqtiraman. Qaranglar, olmachalar, koritsalar, kofecholar damlab olib, hadyalarga o'rab olib, menga layklar bosib, "Ure, opa ko'proq mana shunaqa kontentlar chiqaringlar" deb bir narsalar yozib yorib, obuna bo'linglar, Xudo xolasa, qani oktyabr oyi o'qotar burchlarimizga nimani olib keladi? Ya'ni devatka peryev degani. Devatka peryev degani bu degani qo'rqyapsizlar, bir narsa sizlarni bezovta qilyapti. Nimaga kechqurunlar uxlamay chiqyapsizlar? Nima sizlarni bezovtalanyapti? Qaysi qiz tushlaringga kirib chiqyapti? Qaysi qiz yo'q dedi? Yo'q, qaysi yigit ko'ngillaringdan o'rin olganki, kechalari uxlashdan oldin o'ylab chiqyapsizlar? Yoki masalan kimi hozir nima deydi? Shunday holatdaki bo'ladimi, bo'lmaydimi? Mana masalan sudda ko'rishayotgan bo'lsak, ish qilib o'xshaydimi yoki biznesda bo'lsa, bu shuncha pul tikdimi, rezultat beradimi, bermaydimi deb turib yoki oilada bironta bir majorami yoki bironta bir masalami, o'qishmi, bolalarmi, farzandmi, farqi yo'q, nima bo'lishidan qat'iy nazar aytyapman, sohani chegarasi yo'q. Hamma o'ziga o'zi og'lanaveradi. Aytmagan joylarim ham bo'lishi mumkin, kulolchilik bo'lishi mumkin, to'quvchilik bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Uy bekalaridan tortib aytyapman-ku, bu haligi kechalari nimadir sizni bezovtalanyaptiki, shunga xayolingiz ko'p ketib qoladi mana shu oy. Tak, noyabrda Taro Druid Craft'ni ochamiz. Juda ham katta karta. Qani? Mana o'zi tushdi. Bitta emas, ikkita karta tushdi. Taro Druid Craft bizga nimani olib keladi? Taro Druid Craft bizga noyabr oyida o'qotar burch vakillariga, 23-noyabrdan 21-dekabrga qadar tug'ilgan sohiblariga, yangi zvezda, nimaki orzu niyatlar qilsangiz, mana bekor qayg'urlanmagansiz, uxlamay chiqasiz siz, bezovtalangansiz. 100% ijobat bo'ladi. Bu yulduz kartasi bo'ldi, qo'lga ushadik biz, bo'ldi. Yakunimiz zo'r chiqdi. Zo'rdan ham a'lo darajadan ham a'lo chiqdi. Qo'rqmanglar, nima stavka qilgan bo'lsalaring, lizing, kredit nima olsalaring ham, yoki masalan to'g'ri qaror qabul qildimmi, masalan uylanishda, erga tegishda, mashina olishda, uy qurishda, biznesda yoki masalan sohada farqi yo'q deyapman-ku, chegarasi yo'q. Hamma o'ziga o'zi onaveradi. Har bitta sohani hozir sanab chiqsam vaqtimiz yetmasligi mumkin. Yakuni zo'r chiqadi, a'lo darajada chiqadi. Niyatimizga erishdik. Tabriklayman. Durak, niyatimizga erishib bo'lganimizdan keyin bo'ldi, pishdi, endi yangi niyat quraman, yangi etaplar, yangi maqsad qo'yaman deb turib noldan boshlayotgan joylaring. Yana boshqa narsaga, agar boshqa sohaga aylantiradigan bo'lsa, bu umuman teskari kartani bildirishi ham mumkin. Oilada yangi chaqaloqlar tug'ilishi mumkin. Mana shu noyabr oyida bu chaqaloqlikni bildiradi. Tushunyapsizlarmi? Yangi отношениyalar, yangi munosabatlarni bildiradi bu. Yangi biznes, yangi plan, yangi loyihalarni bildiradi. Balki studentlarimizga qandaydir yo'q bu soha bo'lmadi, boshqa yo'nalishga olib o'taymikan deb turib noldan boshlashlikni bildiradi. Bu nolvoy karta, bu yangilik degani, yangidan siklni boshlashlik degani va dekabr oyini qani o'qotar burch vakillari nima bilan boshlaymiz va nima bilan yakunlaymiz 2026-yil dekabr oyini. Mana shu familiya taroda ochib o'tamiz. Familiya taro bizga nimani olib keladi? O'qotar burch vakillari podдержка qilib yuboringlar. Safimizni ko'paytiringlar. Hammaga ulashinglar meni kanalim. Yangi Peterka Pentakli olib keladi. Peterka Pentakli degani nima degani? Qani topinglarchi? Tushkunlikka tushib qolish, charchashlik degani, resursni yo'qotish degani. Energiyalaring уже tushib qopti. Charchadilaring, chunki dekabr keldi, yil tugadi, yangi yilni boshlaymiz deb уже shunday charchab qoldilaringki, bo'ldi, dam olmasam bo'lmaydi deb tushkunlikka tushib qolgan joylaring mana. Lekin atrofga qarasalaring, kucham bor, energiyam bor, pulam bor. Agar loyihaga kiritaman, biznesga kiritaman desalaring, studentlar ham charchab qolib turib, shoshilmanglar, hech narsa tugagani yo'q, hamma narsa boshlanadi. Atrofga qaranglar, chunki Peterka Pentaklidan keyin bizga Shesterka Pentakli kiradi. Shesterka Pentakli esa mana bu kartaga o'xshagan karta bo'lib, bizga yordam berishlik, ya'ni biz kutmagan holda g'oyibdan kimdir yordam berishlik, premiyalar degani-da. O'shaning uchun tushkunlikka tushish yo'q, vihid bor. Charchadik, to'g'ri. Dam olishimiz kerak, hammani dam olishga chorlayman.
fikrlarni bitta joyga qo'yib, mazza qilib zimniy kanikulyarga tayyorgarlik ko'rishlikni kartasi bu va hammani chorlaydi. Bu bilan men O'qotar burch vakillarimizni kelayotgan 2026-yil bilan chin qalbimdan tabriklayman. Hammamiz har xilimiz to'ppa-to'g'ri, dindan ham, fikrlashdan ham, dunyoqarashdan ham, bilimdan ham. Bu yil, kelayotgan yil, bu yil dedim, chunki Xudo xolasa 2026-yilni 3-4 kundan keyin ko'rishamiz. Agar meni 2026-yilda ko'rayotganlar bu yil deymi, 2025-yilda ko'rayotganlarga esa 2026-yilning nimaga niyat qilsalaring, o'sha niyatlaringga erishinglar degan niyatda xayrlashib qolaman. Albatta meni podдержка qilib, saflarimizni ko'paytiringlar. Sog', omon bo'linglar. Xayr.